Semirtirmaydigan shirinlik so'raganmidingiz? Marhamat. Shunaqa mazza, xuddi shirin bulut yeyotgandek. Воздушный deydi-yu. Bu momiqqina juda ham mazali bo'lgan cheescake'ni kechqurun qancha yesangiz ham umuman semirmaysiz, chunki kaloriyasi juda ham kam, ammo oqsilga boy va foydali. Ishimizni tuxumlarni chaqib, sarig'i bilan oqini ajratib olishdan boshlaymiz. Demak, 4 ta tuxumni sarig'idan oqini ajratib olamiz. Endi esa tuxumning sarig'iga 350 gram xuddi shunday grekcha yogurt yoki shakarsiz 2% gacha bo'lgan boshqa yogurtni ham solsangiz bo'ladi. Tuxumni sarig'i bilan yogurtni bir xil massa bo'lguncha qoshiq yordamida aralashtirib olamiz. Elakka 50 gram yoki 3 osh qoshiq un, 15 gram yoki 1 osh qoshiq kukuruz kraxmali va yarim choy qoshiq vanilin solib elab olamiz. Oxirida 80 gram stevia, ya'ni shakar o'rnini bosuvchi sahr zaminitel solib, yaxshilab bir xil massa bo'lguncha vinchikda aralashtirib olamiz. Tuxumni oqiga esa yaxshi gupurishi uchun limon kislotasini solamiz va oppoq holatga keltirguncha mikser yordamida yaxshilab gupirtiramiz. Endi esa cheesecake'ni eng asosiy va nozik jihatini aytib o'taman. E'tibor bergan bo'lsangiz, men tuxumni oqini 3 ga bo'lib tayyorlagan massamizga alohida solib, har solganimda lopatka yordamida bir xil massa bo'lguncha aralashtiryapman. Bu cheesecake'ni yaxshi ko'tarilishiga va shu bilan birgalikda paxtadek momiq bo'lishiga zamin yaratadi. Siz ham erinmasdan xuddi shu uslubda ushbu cheesecake'ni tayyorlab ko'ring, albatta o'xshab chiqadi. Shoshmasdan tuxumni oqini solib bo'lganimizdan so'ng bir xil massa bo'lguncha lopatka yordamida yaxshilab aralashtiramiz. Endi esa yana bir muhim jihat. Tayyor bo'lgan massani 20-22 santimetrlik qolipga solganingizdan so'ng listga albatta suv quying. Bu cheesecake'ni sochni, ya'ni qurib qolmasligini ta'minlab beradi. Va 140 darajada qizdirilgan gaz pechiga 60 daqiqaga solib qo'ying. Mana yumshoqqina momiqqina cheesecake'imiz tayyor. Kesilishi ham, yeyilishi ham juda ham oson. Eng asosiysi qomatimizga zarar keltirmaydi va vaznimizga vazn qo'shmaydi. Xuddi shu retsept asosida tayyorlasangiz, sizda ham albatta o'xshab chiqadi. Tayyorlab ko'ring va albatta yerliklarga ulashib qo'ying. Yoqqan bo'lsa, izohlarda fikringizni kutaman. Hurmat bilan, Qunduzxon Abdullayeva.